Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Parizoda opa, bugungi ko'rsatuvimiz Ichki ishlar vazirligining kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining shu xalqaro toifadagi klinik psixologimiz Kurahmedova Parizoda opa bilan olib boriladi. Bugungi kunda biz eng dolzarb mavzulardan biriga to'xtalib o'tamiz. O'zingiz bilasiz, voyaga yetmaganlar o'rtasida, ya'ni yoshlarimiz o'rtasida telefonga yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik juda ham ortib bormoqda. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Bilasizmi Shirinxon, haqiqatan ham odamni eng nozik masalasi bu oilada. Oilada bola tarbiyasi bizlarda birinchi o'rinda turadi. Biz har doim bolalarimizga xavotirdamiz, chiroyli tarbiyalashga harakat qilamiz, yaxshi bo'lsin deymiz. Afsuski, hozirgi zamonning bugun eng katta muammosi bu gadjetlar, ya'ni telefonlar, iPad, kompyuterlar. Nima uchun shunday bo'ladi? Agar biz shuni aytadigan bo'lsak, avvalambor bu oiladagi emotsional muhit. Ko'p holatlarda mana meni oldimga ham mijozlarim kelganda telefonni ayblaydi-da, ya'ni telefon qursin, shu telefonni olib qo'ysak yaxshi bo'lardi, bolam umuman hech narsaga qiziqmay qoldi, boshqa bo'ldi. Bitta zo'r psixolog mutaxassis bo'lardi, Jon Lok deganda. Jon Lok aytardiki, bola tug'ilgandan oq qog'ozga o'xshaydi. Ya'ni o'sha oq qog'ozga nima yozilsa, qanday emotsiyalar, qanday tarbiya, qanday munosabat yozilsa, u hayot mobaynida shunaqa ishlaydi, ya'ni shunaqa yashaydi deb aytilganda. Biz ko'p holatlarda telefonni ayblab, bolaga jahl qilib, nimani unutamizki, o'sha emotsional holatni, ya'ni telefonga bog'lanib qolish muhitini kim yaratadi? Albatta ota-ona. Bola tug'ilgandan o'sha telefonni qanday ishlatishni biladi deb aytishadi. Haqiqat shunaqa. Chunki istasak istamasak bizlarning mentalitetimizda kelinlarga nisbatan har xil talablar bor va o'sha yosh kelinchak tezroq ishimni qilaman deganda eng oson yo'li ham telefon bo'lib qolgan. Telefonni berib qo'yadi, multiklarni qo'yib qo'yadi deb bo'ldi. Bola o'rganib qoladi. Telefonni shunaqa bir xislati borki, u juda bolani dopamin sistemasini juda tez ishlatishga o'rgatib qo'yadi. Ya'ni bola telefonni ko'rganda mazza qiladi. Dopamin chunki bu mazza qilish, qiziqish gormoni hisoblanadi. Shuni hisobiga bola ko'rgandan keyin o'rganib qoladimi? Har safar mana o'tqazaverib o'sha reelslar deymizmi, shortslar deymizmi yoki o'sha kichkina multiklar deydimi? Bola shunga o'rganib qoladi. Va katta bo'lgan sari uni miyasi yana ber degan sistemaga o'rganib qoladi. Va albatta bolaga mana o'yinchoqlar bilan o'ynashni bilmaydi. U o'z-o'zidan qanday o'ynashni bilmaydi bola. Ona o'tirib unga mana bu o'yinchoqni mana bunaqa qilsak, mana bunaqa bo'ladi deb, ya'ni uni qiziqtirish ota-onadan. Lekin afsuski ota-onalarning o'zlariga vaqti yo'q. Yana bitta narsa, ota-onalarni bugungi kunda o'zlari ham o'sha telefonga bog'lanib qolgan. Biz har doim psixologlar bitta gapni aytamiz, bolani tarbiyalamoqchi bo'lsang, o'zingdan boshla deb aytamizda. Ya'ni bola aytganini emas, ko'rganini qiladi. Albatta, uyda ota ovqat yeyotgan paytda yoki shunchaki o'tirgan paytda telefonda o'tirib, o'zi ovqatlanayotganda ham telefon turadigan bo'lsa, bola nima deydi? Ota-ona bola uchun eng muhim shaxslar hisoblanadi. Shu insonlarga suyanadi bola. Ya'ni ota-onam shunday qilyaptimi, demak bu to'g'ri deydi. Demak, men ham shunaqa qilishim kerak, chunki otasiga yoki onasiga o'xshagisi keladida. Tushunyapsizmi? Ya'ni shuni ko'rib va u kirishib ketadi. U ham mayli, bu xulq-atvor tomondanda. Endi biz o'sha miyada ishlaydigan dopamin gormonal sistemani aytadigan bo'lsak, bu esa juda eng muhim faktorlardan biri. Miyada o'sha oson va tez dopaminni olish odati shakllanadi va har safar o'sha payt intiladi, yana ber deydi, yana berdi. Chunki asosida, ildizida bitta narsa bor. Oiladagi muhitda bolaga e'tibor yo'q, uni o'rgatish yo'q, u bilan vaqt o'tkazish yo'q. Bo'ldi, u hammasi oson. Biz o'ylaymizki, bilasizmi, eng oson yo'li biz har doim o'zimiz ayblab urib o'tirmaymiz-ku. Psixikamiz unaqa shakllanmaganda. Psixika har doim o'zini himoya qilishga harakat qiladi va biz o'zimiz aybdor bo'lgan joyda nima qilamiz? Men aybdorman deyish qiyin. Shuning uchun ham
yo kimnidir, yo nimanidir aybdor qilamiz. Ya'ni telefon vinovat, ya'ni telefon aybdor. Telefon yomon, telefon qursin. Bugungi 21-asrda shuni tushunish kerakki, telefonni boladan olib qo'yish yo'q, bo'lmaydi. Bu rivojlanma degani. Telefonning ham foydali tomonlari bor. Bu yerda eng birinchi nima qilish kerak? Bolani to'g'ri vaqtni taqsimlab, bo'sh vaqtlarini sifatli emotsional holatlar bilan to'ldirish lozim. O'shanda bolada men o'sha emotsional holatni, chunki bo'shliq paydo bo'ladi. Ota-ona bilan vaqt o'tkazmasa, ota-onaning o'zini ishi bo'lsa, o'zini qiziqishlari bo'lsa, bola nimaga qiziqsin? Mana shu bo'shliqlarni telefon bilan to'ldirishni boshlaydi, ya'ni telefondagi kontentlar bilan. Bugungi kunda kontentlarni yaratadigan insonlarning maqsadi ham shu. Ular u yerda ham siz tasavvur qilasizmi, milliontalab odamlar ishlaydi va juda kuchli psixologlarni ishga olishadi ular ham. Katta pul sarflab, kuchli psixologlarni olishadi. Nega uchun? Qani aytib ber, odamlarning psixikasi qanday ishlaydi? Odamlarning psixologiyasi qanday? Bolalarga nima kerak? Bolalarga nima qiziq bo'ladi va eng og'riqli joylarni olib ana shunaqa kontent yaratib beradi. Tushunyapsiz? Ularning maqsadi shu. Chunki qancha ko'p podpisчиклар bo'lsa, qancha ko'p odam ularning kontentlarini ko'rsa, bu har bitta sekunda pul. Mana sizga mana tsepochka, zanjir hammasi. O'z-o'zidan hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham emotsional holatda bo'shlig'i bor bo'lgan bolalarda telefonga bog'lanish juda ham kuchli bo'ladi. Mana shu yerda bizlarni hozir tinglayotgan ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardimki, bir o'ylab ko'ring, sizni bolangiz bilan o'tkazadigan vaqtingiz qanchalik sifatli va qanchalik siz bolangiz bilan muloqot qilganda sabrlisiz, qanchalik sizni bolangizni o'zida siz ota-ona bo'lib, uni irodasini shakllantiryapsiz. Chunki vaqtni taqsimlash, o'z vaqtida telefonni olib qo'yish bu irodani kuchli bo'lgani. Shuni ham aytib o'tish lozimki, telefon, ya'ni mana telefondagi kontent bolalarning ruhiyatiga, tafakkuriga qanday ta'sir qiladi? Juda ham salbiy. Chunki qora yashik deymizda, mana o'sha ekrandagi bu nima degani? Bu tor fikrlash. Bola eng muhimi keng fikrlashga, eng achinarlisi shundaki, o'sha kontentdan hammasi oson, tez va tez o'tkazuvchilik, o'sha dopamin aytdim-ku, dopamin tez bo'lgani hisobiga sabrsiz o'sadi. Sabrsiz o'tgan bolada bitta joyda o'tirib o'qish, diqqatini bitta narsaga yo'naltirish mohiyat yo'q bo'lib qoladi. O'sha xislat yo'q degani-da. Tez bo'lsin, sabr yo'q, siz bilasiz. Butun bilim olaman deganingizda, o'rganaman deganingizda qun qilib, bitta joyda o'tirib, fikrni jamlab, bitta fokus qilib o'rganish kerak. Bolada fokus yo'qoladi. Bolada fokus faqat o'sha ekranda, ekran bu juda tor dunyo degani-da. U o'sha dunyoni, o'sha tafakkuri-da. Tafakkur bu nima? Qancha ko'p narsani bilsa, keng fikrlashni o'rgansa, o'shanda u tafakkuri ham shunaqa yaxshi rivojlanadi. Lekin o'sha qora ekran uni o'sha fikrlashini juda ham tor qiladi. Shu bilan birga tanqidiy fikrlashni yo'q qiladi. Tanqidiy fikrlash yo'q. Bizni bu dunyoda yashashimiz uchun, harakat qilishimiz uchun, analiz qilishimiz uchun tanqidiy fikrlash o'ta muhim. Oldinlari logika, mana motorika deb aytardik maktablarda-da, ya'ni qo'l bilan kichkina narsalarni yasash, gapirish, o'qish, yodlash, aytib berishlarga juda katta urg'u berilardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Nega? Chunki hattoki o'sha multiklarga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, 4 minutli, 5 minutli juda qisqa multiklar bor. Bola o'ylaydiki, hammasi mana shunaqa qisqacha. Bo'ldi. Shuning uchun ham bunga ahamiyat berish kerak. Bola undan keyin boladan mana shu telefonni olib qo'yganingizda, uni ongi mana shu tor fikrlashga o'rganib qolganmi, shu narsalarni ko'rishga o'rganib qolganmi, telefonni olib qo'ygandan keyin unda bo'ldi. U dunyoga qarayapti, u dunyo xuddiki u o'rganib qolgandek emas. Shunda bolada nima boshlanadi? Xavotir, qo'rquv, asabiylashish. Chunki u o'rganib qoldi-da. Shu bilan birga agressiya holatlari. Talab qilishni boshlaydi. Menga shunaqa bolalarni olib kelishgan. Telefonni olib qo'ysa agar yig'laydi, uradi, so'kadi, ber deydi, janjal qiladi. Chunki boladan telefonni olib qo'yish xuddiki hayotni olib qo'ygandek narsa bo'lib qoladi. Bu juda xavfli. O'ta xavfli. Ota-onalar eng birinchi 3 ta muhim narsaga ahamiyat berishlari kerak. Qachon biz bolada bo'ldi, gadjetomaniya, ya'ni telefonga qaramlik degan kasallik paydo bo'lyapti deb bilsak bo'ladi. Agar boladan telefonni olib qo'yganimizda u nima bilan shug'ullanishni bilmay qolsa,
apatiya holatiga tushadigan bo'lib qolsa, bola bitta nuqtaga faqat mana odamlarning ko'ziga qaramasdan bitta nuqtaga qarab faqat telefon o'rganib qolganda, chunki faqat ekranga qarashi, odamlarning ko'ziga уже qara olmaydi. Muloqot yo'q bo'lib qolsa, chunki shuni ham hozir shu yerda aytib o'tishim kerak, bugungi kunda sifrovoy autizm degan tushuncha bor. Ya'ni bolalarda muloqot umuman qolmagan. Ular bilmaydi odamlar bilan, hattoki salomlashishni ham bilmaydi. Oldinlari 100 taga bitta bola shunaqa tug'iladigan bo'lsa, hozir 5 tadan bitta bo'lyapti. Bu juda xavfli statistika bo'lyapti-da. Bizlar mana psixiatrlar bilan, nevropatologlar bilan ko'p gaplashamiz. Har 5-chi bola mana shu muammo bilan kelyapti-da. Ya'ni ota-onalar bolamda mana shunaqa o'zgarish paydo bo'lyapti. Bu уже 3-4 yoshida. Vaholanki 3-4 yoshida уже tuppa-tuzuk gapirishni bilishi kerak, she'r yodlashni bilishi kerak. Ya'ni qaysidir paytgacha ota-onalar bunga ahamiyat bermaydi. Keyin birdaniga o'ylasa, "Voy, bolam faqat telefonda o'tirar ekan, salom berishni ham bilmaydi." Ya'ni bu yerda ham tanqidiy fikrlash yo'q, muloqot yo'q, kommunikatsiya qobiliyati deymizda. Muloqot qobiliyati yo'q bo'lgandan keyin unga bu dunyo, tirik odamlar kerak emas, virtual dunyoda yashashni o'rganib qolgan. Telefonni olib qo'yganingizda agressiya holatiga tushsa, shu bilan birga uyqusizlik bolada, chunki uxlagan paytida miya ishlab turaveradi. Chunki aytyapman-ku, miya o'rganib qolgan-ku tez dopamin ishlashiga, hattoki o'sha uxlayotgan paytida ham miya ishlab turadi-da, miya dam olmaydi. Hatto harakatlarida ham shunaqa bo'ladi, uxlayotgan paytida oyoq qo'llari qimirlaydi, boshqa qiladi. Hattoki shuni ham aytish kerakki, inures holatlari ham ko'payadi. Ya'ni o'sha hojatini uxlagan paytda qilib qo'yishi kuzatilyapti. Miya sistemasi ishlamay qoladi. Уже yo'q. Shu darajada telefonga o'rganib qolish, to mana bu yerdagi bloklar, endi men oddiy so'zlar bilan aytyapman, bloklar ishlamay qoladi. Qaysi paytda bolani uyg'otish kerak, qaysi paytda bola miya dam olishi kerak. Muloqot, kommunikatsiya, muloqot qilish qobiliyati bo'lmasa, xulq atvorida, ya'ni telefonni olib qo'ysangiz yig'lab, agressiya bildirib, o'zini olib qochish odamlardan. Mana bular bo'layotgan bo'lsa agar, bu уже haqiqatdan ham telefonga nisbatan qaramlik boshlanayotganini belgilari. Farida opa, mana hozir yuqorida yaxshi to'g'ri fikrlarni bildirdingiz. Misol, bugungi kunda juda ko'p voyaga yetmaganlarimiz, yoshlarimiz o'sha telefonomaniyaga o'rganib qolishdi. Xo'p, endi sizni kuzatib turgan, meni tinglab turgan ota-onalarga qanaqa maslahat berardingizki, bunaqa vaziyatdan ular qanaqa yo'sin bilan chiqib keta olishlari mumkin? Farzandlari bilan qanaqa munosabatda bo'lishlari kerak? Hozir yuqorida aytib o'tdingiz, farzandlari asabiylashganda, misol isterika qilib, jahl qilib, o'zini ko'rsatib yoki yig'lab, ovqat yemasdan qo'yib yoki har qanaqa zarda qilib, shunaqa vaziyatlarda ota-onalar nima qilish kerak? O'zi bo'ldi, bu narsa boshlanib bo'ldi hayotida, telefon kirib bo'ldi, farzandlar tobe bo'ldi, o'rganib bo'ldi, kichkina bo'lishiga qaramasdan. Bunaqa vaziyatda ota-onalar nima qilish kerak? Juda chiroyli savol bo'ldi. Haqiqatan ham mana shuncha aytyapmiz, tavsiyalari-chi degan anaqa bo'ladi. To'g'ri. Tavsiyalariga eng avvalo emotsional muhitni to'g'irlash. Men mana shu yerda bizlarni eshituvchi ota-onalarga aytmoqchimanki, hech qachon kech emas. Hech qachon bolani o'zgartirishga, emotsional holatni o'zgartirishga kech emas. Mana tobe bo'ldi. Erik Erikson aytardida, bola har bitta yoshi bu bosqich. Mana shu bosqichlarda o'zini vazifasini bajarishi kerak. Ya'ni psixikasi, mana ong osti o'zi bu narsani talab qiladi. Biz shunaqa mukammal yaratilganmiz tabiatdan, Allohdan deymiz. Ya'ni bu narsa bor. Shunday ekan, har bitta yoshda mana bolaga 3 yoshgacha, aytaylik 3 yoshdan 7 yoshgacha u o'zini kommunikatsiyasini, o'zini men identifikatsiyasini, ya'ni men kimman? Men qiz bolaman, o'g'il bolaman, men kimman? Meni kim yaxshi ko'radi degan narsalar shakllanadi o'sha bosqichda. O'sha paytda ota-onani qo'llab-quvvatlashi. Ya'ni telefon qursin, sen nimaga telefonda o'tiribsan, bunaqa qilsan deb urishish emas. Bo'lgan ish bo'ldi. Bu yerda faqat qo'llab-quvvatlash bilan birgalikda borib bozorga borish, maktabga borish, har xil to'garaklarda borish, birinchi o'rinda hamma narsani chetga surib bola bilan shug'ullanish. Bilasizmi, bola bilan 24 ga 7 vaqt o'tkazish shart emas, lekin mana shu 24 soatdan aytaylik 1 soatini, 2 soatini sifatli vaqtini ajratsa, birga borib kelish,
birga kitob o'qish, birga ovqat pishirish bo'ladigan bo'lsa, bola qiziquvchan. Ayniqsa kichkina bolalar, ularni psixikasi aytdim-ku, bosqichini o'tyapti-da, u bosqichda u o'ta qiziquvchan. Unga yangi narsalar kerakda, lekin yangi narsani ota-ona ko'rsatmaydi. Shuni ham aytib o'tish kerakda. Masalan, aytaylik qiz bola, 3 yoshli, 4 yoshli qiz bola xamir qilayotgan paytda qiziqadi. Xamirni ushlab ko'radi, unlarni yoyadi. Yosh kelin nima qiladi, yosh ona nima qiladi? Teginma, rasvo qilding. Qiziqtiring, bering, o'sha suvni bering, klyonka tashab qo'ying bo'lmasa kerak bo'lsa, lekin u ham ishlasin. Ham motorikasi ishlab beradi. Motorika esa bu nutq. To'g'rimi? Ham motorikasi ishlasin. Bering, qo'lini kesmaydigan pichoqchani beringda, sabzini bering. Ma qizim, mana bunaqa qilib kesding. Bilasizmi, o'sha paytda u telefonni tanlamaydi, u shu narsani qilishni tanlaydi. Chunki bu uni ongi uchun yangilik. Eng muhimi, ona bolani psixikasi uchun muhim inson hisoblanadi. Ona bilan vaqt o'tkazish bolaga juda kerak. Chunki u o'sha ehtiyoj juda kuchli. Telefonlardan ham ehtiyoj kuchli. Nima uchun telefonga bog'lanib qoladi? Chunki onadan olinishi kerak bo'lgan o'sha ehtiyoji qondirilmayotgani hisobiga telefon uni ehtiyojni qondiryapti. Shuning uchun bog'lanish bo'lib qolyapti-da. Vaholanki, bola 7 yoshgacha, hattoki 7 yosh ham demagan bo'lardim, 8-9 mana balog'at yoshiga yetmaguncha u ota-onaga juda muhtoj, ota-onaga bog'langan. Chunki u uchun ota-ona butun dunyo deganida. Shuning uchun ham mana shu yerda birgalikda ovqat pishirish, birgalikda qiziqtirish, mana sizga уже gadjetdan bo'ldi. Bola o'zi bu narsani telefonga talpinmaydi. U onasi bilan vaqt o'tkazishga talpinadi. Yoki o'g'il bola deylik. O'g'il bola, qaysi o'g'il bolani olmang, mashinalar, har xil narsalarni qilish otasi bilan qiziq. Oling, o'g'lingizni oling, bozorga jo'nating. Bozor qilishda ota o'rgatsin. Mayli 3 yosh bo'lsin bola. Lekin har safar bolam qara, men bu go'shtni mana bunaqa tanlash kerak. Men bu sabzichani qara, mana bunaqa ekan. Ota qiziqtirsin. Ota bilan vaqt o'tkazish u bilan muhim, kerak. Keyin uyda 2 sahifa kitob o'qing, lekin bola bilan birgalikda. Kitob o'qib aytib bering, u eshitadi. O'sha paytda uni miyasiga telefon menga kerak deb aytmaydi. Ya'ni sifatli vaqt o'tkazish eng birinchi bu anaqa talab. Ikkinchisi bu albatta bolani har xil qiziqarli to'garaklarga berish. Ya'ni bilasizmi, men hozirgi kunda nimani tavsiya qilgan bo'lardim, aynan guruhli sportlar bo'lsa yaxshiroq. Chunki bugungi kunda gadjetlar bu nimaga olib kelyapti? Mana bola bir o'zi bilan vaqt o'tkazishga telefon va bir o'zi shu narsalarga o'rganib qolganda unga atrof muhitdagi guruh yetmayapti. O'zi bilan teng, o'zi qiziqishlari teng bo'lgan insonlar yetmayotgani hisobiga o'rganib qoladimi va nima bo'ladi? O'sha boshqalar bilan muloqot qilishda qo'rqib qoladi. Menga mana bu telefon bilan muloqot qilish osonroq. Telefon bilan menga xavfsizroq deydi-da. U yerda kimdir ustimdan kuladi, boshqa bo'ladi, mavzu yo'q deydi. Shuning uchun ham guruhli mana bunaqa futbol bo'ladimi, basketbolmi, farqi yo'q, lekin guruhli sportlar bo'lsin-da. O'shanda u odamlar bilan muloqot qilishi, mantiqiy fikrlashi, tanqidiy fikrlashi o'rganishni boshlaydi. Bu juda muhim. Mana shunaqa to'garaklarga berish. To'garaklarda bolani qiziqishini inobatga olish. Bolam, senga nima qiziq? Keyin qilib ko'ramiz. Albatta, qaram bo'lgan bola boshida menga hech narsa qiziqmas deydi. Shunda nima qilish kerak? Yur birgalikda. Ana qarang, tennis bor, birgalikda o'ynaymiz, shaxmat bor, birgalikda o'ynaymiz, u bor, bu bor, birgalikda borish. Eng muhimi bolani umuman tanqid qilmaslik. Shuda senga faqat telefon kerak. O'zi ham biladi o'sha dardini, lekin u hech narsa qila olmaydi. O'sha paytda umuman o'sha aybini emas, balkim kelajakdagi qobiliyatlarini, kelajakdagi yutuqlariga urg'u berish. Sen neplisa, sen zo'rsan, seni miyang zo'r ishlaydi, sen mana bunaqa qilasan deyishdi, ya'ni qo'llab-quvvatlash. Shu bilan birga ko'p holatlarda men shuni ham kuzataman, shuni ham aytib o'tishim kerak. Mana bola qaysidir sportni tanlaganda o'sha paytda qiziqishi bo'ladi-da. Ota-ona nima deydi? Bilaman men seni. Hozir 2 kun borib kelasan-da, hamma narsasini olib qo'yasan-da, keyin tashab qo'yasan. Bo'ldi, bolaning hafsalasi pir bo'ladi. Ota-ona menga ishonmayapti. Bering, qilib ko'rsin. Mayli arendaga olib bering. Endi men tushunaman, moddiy tomondan ham bu qiyin-da, chunki yani ekipirovkasi bor, boshqasi bor. Mayli, arendadan kimdir olib turing, lekin siz ham izlaning, ota-ona siz ham izlaning va bolangizga qiziq bo'lgan narsani, mana muhitini yaratib bering.
mayli 2 kunga borib kelsin, lekin u izlanayapti. Unga shaxmat qiziqmi, tennis qiziqmi, unga futbol qiziqmi yoki taekvondo qiziqmi? O'zi ham bilmaydi-ku, lekin u izlanayapti. Ko'p holatlarda ota-onalarning eng katta xatosi shundaki, bironta ishingni oxirigacha yetkazmading, buni ham tashab qo'yasan, uni ham unday qilasan. Lekin mana shu yerda muhim narsani aytmoqchiman. 1 oy boradimi, 2 oy boradimi, u tajriba orttiryapti. O'sha tajribasida ertaga aytaylik tashab qo'ydi, lekin u katta bo'lganda taekvondo o'zi nima ekanligini biladi. Bilasizlarmi, men taekvondoga borganman, 1 oy bo'lsa ham borganman, lekin qilib ko'rganman. Qiziq bo'lmaganini bo'ldi, chetga surgan. Baribir mana shunaqa izlanib o'ziga qiziq bo'lgan narsani topadi. Mana shu paytda ota-onani qo'llab-quvvatlash, birgalikda qaysidir paytgacha to u muhitga moslashguncha, o'sha tengdoshlariga moslashguncha ota-ona birgalikda borib qiziqtiradigan bo'lsa, eng birinchi bolельщик bo'lib beradigan bo'lsa, bolada o'shanda men to'g'ri yo'ldaman, men bu narsani qilaman deydi-da. Chunki ota-onani qo'llab-quvvatlashi bilan olqishi eng birinchi o'rinda turadi. Bola har safar ota-onaga yaxshi bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham o'sha gadjetdagi qaramlikka bolani ayblash umuman noto'g'ri. Ming o'smir bo'lsin, chunki 15-16 yashar bolalarni ham olib kelishadi. Ular hali bola. 18 ga to'lmagan bolalar hammasi bola. Lekin ota-onalar уже mana bo'yi baland bo'lib turib 15 ga kirgan yigitga qanday qarashadi? Ota baqirishni boshlaydi, ho'kizday bo'lib qolding, bunaqa bo'lib qolding, faqat senga telefon kerak. Battar uni samootsinkasini tushiradimi? Bola o'shandan keyin ham telefonga yopishadi. Chunki telefon unga kerakli bo'lgan muhitni yaratib beryapti-da. Muhit xavfsiz. U muhit undan hech narsa talab qilmayapti, faqat zo'r narsalarni, dopaminini beryapti. Unga уже ложный dopamin degan tushuncha borda, yolg'onchi dopamin. Eng achinarlisi shundaki, o'sha ложный dopamin biz o'ylaymizki, bizga mana rohatlanishni beryapti-da, chunki dopamin bu rohatlanish gormoni. Joyiga tushgandan keyin mazza qiladi-da. Shunga bog'lanib qoladi. Siz o'sha paytda mana psixologlar nimaga urg'u berishadi? O'sha yolg'onchi dopaminni chetga surib, sifatli dopamin berishni boshlaydi. Sifatli dopamin bu qachonki o'sha qanaqadir yangi narsani qilib ko'rgandan keyin undan qanaqadir natija olsa, aytaylik olqish, maqtov, tanqidsiz, tushunyapsizmi? Maqtov oladigan bo'lsa, yaxshi baholar olishni boshlasa, albatta keyin u tushunadiki, telefon уже menga qiziqmas, mana bu kerak. Chunki baribir ham odamzodga psixikasini rivojlanishi ustun. Nima deganda ham shunchaki biz to'g'ri yo'naltirishni bilmayapmiz bugungi kunda. Faqat ayblab, faqat urishni bilyapmiz, lekin bola bilan vaqt o'tkazish o'zimizga ham qiyin bo'lyapti-da. Shuni tan olish qiyin-da ota-onalarga. Ota-onalarning o'zi ham telefonda. Uni qoidalari bor, albatta. Avvalambor ovqat yeyotgan paytda telefonlarsiz ovqatlanish, o'sha oilasi bilan sifatli vaqt o'tkazish, masalan, qanaqadir o'yinlar o'ynash. Aytaylik, mana ota-ona hammasi o'tirishibdi-da, kelinglar bugun shaharcha o'ynaymiz. Ya'ni o'yinlar ko'p-ku. Kim qilyapti oxirgi paytlar bu narsani? Kamdan kam. Yoshligimizda shaxmat o'ynardik. Shaxmatlar, domino bor, boshqasi bor, ko'p narsa bo'lardi. Lekin hozir yoshligimizda bor edi, afsuski bugun yo'q deb aytish osonda. Chunki telefonchi bizlarni ham chaqiradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun avvalambor biz o'zimiz tan olishimiz kerakki, meni xulq-atvorim, bugungi kunda meni xulq-atvorim qanday? Men qanday vaqt o'tkazyapman bolam bilan? Menda bormi bu narsa? Men bolamga o'sha xulq-atvorni sifatli, to'g'ri xulq-atvorni ko'rsatyapmanmi yoki yo'qmi? Ya'ni sayr qilish bola bilan boshqa yo'q, telefon birinchi ustun bo'lyapti-da. Telefonni ayblash kerak emas, internetni ayblash kerak emas, kontaktlarni. Bu bugungi kunning talabi, bu rivojlantiradigan faktor bu ham. Lekin bolaga o'tirib sifatli kontentni o'rgatish ota-onaning vazifasi. Bola o'z-o'zidan o'rganmaydi. Menga qara, multik ko'rgancha inglizcha o'rgansang bo'lmaydimi? Oson, aytish. O'zichi, mana o'tirib birgalikda qani ko'raylikchi, inglizcha eshitamiz-da. Hech kim unaqa qilmaydi-ku. Vaholanki hammasi oson, hammasi oson. Farida opa, mana bugungi kunda kiberfiribgarlar aynan shu kiberjinoyat qurboniga aylanishi mumkin bo'lgan insonlarni, ya'ni moyilligi bor insonlarni qayerdan biladi? Bilasizmi, Shirinxon, mana shu yerda men har bitta narsani aytaman-da, bolani ayblash qiyin. Nega? Bolalar ham bu narsani bilib olganda. Bolada mantiqiy va tanqidiy fikrlash hali shakllanmagan. Shuning uchun ham 18 yoshgacha biz bola deymiz. Psixikani o'zi etapma-etap, bosqichma-bosqich shu narsaga keladi-da. Tushunyapsizmi? Bu yerda eng katta mas'uliyat ota-onalarda.
ota-onalar o'tirib har safar o'sha mas'uliyat nima ekanligini aytib berishi, bolani nimani qilayotganini nazorat qilishi, o'ylaydiki, mana baqirib berish, so'kib berish, telefonini olib qo'yish, telefoniga chegarasini buzib hamma narsasini ko'rib chiqish, mana bu yechim deb o'ylashadi. Bu emas yechim. Ishonchli munosabatlar yechim. Bolaga o'tirib, bola, men senga juda ishonaman. Sen mas'uliyati ekanligingga ishonaman. Ha, xatoliklar bo'lib turadi, lekin mabodo seni hayotingda qachonlardir kimdirki, men senga konfet beraman yoki men senga $50 beraman, sen men buni qilasan desa, agar sen bilasanmi nima bu? Bu men bunaqa. Ya'ni o'sha siz aytayotganingizdek keyingi bo'lgan yomon narsalarni shunchaki o'tirib suhbat davomida aytib berish. Afsuski yo'q. Ya'ni biz o'zimizni men yomon ota-onaman degan narsani tan olish qiyinda. Bizlarning himoya mexanizmlarimiz bularni yopib turadi. Biz nima deymiz? O'zimiz aldaymizki, meni bolam bu narsani qilmaydi. Aytaverishadi, lekin menga qara, bugun maktabingda mana bunaqa narsa bo'ldida, sen yana unaqa qilmagin tag'in deydi. Tushunyapsizmi? Shunchaki gap bo'lib qoldi. Даже aytayotgan gapida ham xuddiki shuncha aytilgan narsani qadrsizlanishi bormi? Bola ham bu narsani his qiladi. Tushunyapsizmi? Siz aytgan o'sha oson daromad topish nimadan kelib chiqadi? Bolani ehtiyojidan. Agar bolani qaysidir ehtiyojlari qoplanmasa, albatta, mana masalan aytaylik, futbolga bormoqchiman yoki koptok olmoqchiman, telefon olmoqchiman, boshqa olmoqchiman degan joyda ehtiyoj-ku-da, bazaviy ehtiyojlardan, yeb ichishlaridan tashqari, kiyinishlaridan tashqari, hozirgi yoshlarning zamoni talablari qoplanmagani hisobiga ota-ona yo'q deydi. Va nima uchun yo'q deganini tushuntirmaydi. Yo'q, bo'ldi, bermayman sen o'zingdan ketib qolgansan, bermayman senga pul. Nima uchun bermayman? Nega shunaqa bo'lyapti? Bu mana senga bolam senga shunaqa munosabat nima uchun bo'layotganini tushuntirish yo'q. O'ylaymizki, bola shunchaki tushunadi deydi. Endi ehtiyojlar to'planyaptimi? To'planadi va bu yerdan taklif tushyapti. Menga qara, oson. Sen bu narsani qilib kelasan deb, men senga $50 beraman deydi. O'sha aytganimdek tanqidiy fikrlash yo'qmi? Ha, men buni qilsam keyin mamdoq bo'ladi, qamoqqa tushaman, delo ochiladi, bunday bo'ladi degan narsa o'ylamaydi o'sha paytda. Chunki ehtiyoj bizlarni mana bazaviy ehtiyojlarimiz bizlarni aqlimizdan ko'ra ustunroq. Bu esa ehtiyoj qoplanganda, Shirin, mana buni sipochkasini tushuntirmoqchiman-da, klinik psixolog sifatida. Ehtiyojlar qondirilganda bizni xavotirimiz, ichimizdagi xavotirimiz pasayadi. Ya'ni xotirjamlik, euforiya holatiga tushamiz-da. Mana oddiy misolda suv ichganingizda yoki ovqat yeganingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Och bo'lgan paytingizda qanaqa bo'lasiz? Och bo'lgan paytda odam jahldor bo'ladi, hech narsani o'ylamaydi, ovqat yesam bo'ldi deydi. Chunki ehtiyojimiz shunaqa-da, tirik jon shunaqa. Toki o'sha ehtiyoji qoplanmaguncha u boshqa hech narsada fokus faqat shunga ketadi. Qornim och, och qoringa haqiqatan ham ko'p narsa bilib, hech narsa miyaga kirmaydi. Shu narsa aylanaveradi-da. Fokus o'sha narsada bo'ladi. Ovqat yeb bo'lganingizdan keyin bo'ldi. Hayot go'zal, biz kayfiyat boshqacha bo'ladi. Xuddi shu narsa boshqa ehtiyojlarga ham qaratilganda, ya'ni o'sha aytaylik telefon olishimi, shokolad olishimi, qanaqadir boshqa narsa simbolik bu yerga shuni ham qo'shish kerakki, hozirgi bolalarni muloqot yo'li ham tengdoshlarni orasida men senga konfet yoki biror narsa normalniy takoy narsa olib bersam, meni avtoritetim oshadi. O'zimga bo'lgan bahoyim oshadi, ular meni hurmat qiladi deydi-da. Bu oddiy narsalarga imkoniyat yo'qmi, ehtiyoj qoplanmayaptimi? Shunda nima bo'ladi? Bola oson yo'lini qidiradi. Bu yerda taklif tushyapti. Kiber firibgarlar hech qachon shunchaki oddiy bola, ya'ni mana o'ziga psixologik to'laqon bo'lgan, yaxshi oilada o'sgan, deviant bo'lmagan bolani tanlamaydi. Ular yaxshigina o'rganib chiqadi. Qaysi bola nima? O'rganish yo'llari hammasi oson. Bugungi kunda Telegramni olyapsiz-da, oddiy mana bu kruglishoklar bor-ku, rasmlar. Rasmlarda posterlar ketadi. Seni hech kim tushunmasa, sen hech kimga unday qilmagin. Men hali sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bo'ldi, odamni ichki holati, psixologik holati shundan namoyon bo'ladi. U yerda ham psixologlar o'tiradi. Ular o'rganib chiqqan allaqachon odamlarning psixikasini, vse. Psixologlar vazifa beradi, bu yerdagi hamma ishchilar уже biladi, qaysi bolalarga ahamiyat berish kerak. Yoki rasmini qo'yadi, o'rtoqlari bilan sok ichib turibdimi, barni stoykadami, qaysidadir o'tirib, bu bolada demak shunaqa qiziqishlar bor.
yoki aytaylik ayol ham gullar bilan qo'yapti, boshqa narsalar bilan qo'yapti. Ya'ni mana bu kontentlar hamma ijtimoiy tarmoqlardagi bo'lgan bejizga qilinmagan bu narsalar. Hamma avatarkalar bu informatsiya. Odamlar uchun informatsiya. Biz o'ylaymizki, shunchaki hattoki gulni qanday qo'yish ham va nimalarni ko'rsatgani ham bu informatsiya. Shuni odamlar tushunmaydi. Bo'ldi, bu informatsiyani olib bo'lgandan keyin tamom, boshqarish yo'li ham o'sha firibgarlarni, o'sha zambirovich qiladigan insonlarni yo'li ham qurol. Xuddiki biz ularga shunchaki o'zimiz haqimizdagi informatsiya qurol qilib beryapmiz, mana ki meni boshqar deydi. Bolalar bilan boshqarish o'ta oson. O'ta oson. Chunki ular ko'radi, qani bola nima bilan band, kim bilan band, qancha ko'p Telegramda o'tiradi, qaysi kanallarga kiryapti, hattoki bolani ko'p o'yinli kanallarga kirishi deganiki, ular uchun shunaqa informatsiya, ha, demak bu bolani bo'sh vaqti juda ko'p. Demak bu bolaga ota-onasi umuman hech qanaqa ahamiyat berishmayapti. Chunki slishkom ko'p kanallarda o'tiribdi-da u. Bo'ldi, IP adresini olib bo'lgandan keyin hamma qayerda o'tiribdi, kim bilan muloqot, hammasini ko'radi. Bo'ldi, уже sekin-sekin bu insonga nisbatan tayyorgarlik boshlanadi. Bu bolani boshqarish oson deydi. Qaysi bolani boshqarish oson? Qachonki unda avtoritet bo'lmasa, qachonki uni bo'sh vaqti ko'p bo'lsa, ota-onasi unga ahamiyat berishmaydigan bo'lsa, endi bugungi kapital zamonda kapitalizm kuchayapti-da. Odamlar faqat pul ishlash bilan ovora, men bolamga ham eng zo'rlarini qilib beraman deydi, bo'lmasam ota-onani ham ayblab bo'lmaydi. Lekin shuni ham unutib qo'yishadiki, ertaga bola qanaqa rubashka kiyganini, qanaqa obush kiyganini umuman eslamaydi. Lekin ota-onasi bilan vaqt o'tkazgani doim esida qoladi. U vaqtni o'zi yo'q. Ota-onada u vaqtni o'zi yo'q. Shuning uchun ham firibgarlarning qo'liga yoki o'sha nima deymiz, kiber jinoyatchilar deymizda, kiber jinoyatchilarning qo'liga tushmasligi uchun ota-ona doimiy ravishda bolani ehtiyojlarini o'rganib chiqish kerak. Bolam, senga bugungi kunda nima kerak? Menga telefon kerak. Xo'p, davay ko'rib chiqamiz, keyin gaplashamiz. Nima uchun senga telefon kerak? Prosta, sen faqat telefon qilasan emas, qiziqish bildiring, uni hayotiga nima uchun unga telefon kerak. Telefon o'zi nimaligini tushuntirishda, bu qanaqa ehtiyoj, faqat bumi yoki nima. Bugungi kunda bilasizmi, o'zi telefon odamlarni emotsional ehtiyojini qoplayapti, afsuski. Kiber jinoyatchilarning eng katta quroli bu odamlarni ichki emotsional holati. Bo'ldi. Puli shu orqali ular bilasizmi, mana shoshilinch paytda telefon qilayotganda ular nimaga urg'u berishadi? Hissiyotlarga. O'sha bolaga ham 7, 8, 6-sinf, 5-sinf bolaga ham sen bechora anaqa, telefon olib bermayapti seni ota-onang yoki seni hech kim tushunmaydi, sen bechora mana bunaqasana deb emotsional holatiga urg'u berishadi. Puling nech pul, dadang nima ish qiladi deb so'ramaydi. Unaqa paytda bola javob beradi, chunki biz o'rgatganmiz. Informatsiya berma, unaqa qilma, uni hech kimga gapirma deyishni o'rgatganmiz. Lekin emotsional holatini afsuski ota-ona o'zi ham bilmaydi bola. O'zi ham, chunki ovora bo'lgisi kelmayapti-da. Mana shu emotsional holatingizni o'zingiz muhit, mana oiladagi muhitingizni tekshirib ko'ring. Bolangizni ehtiyojlarini, nimada ehtiyoji bor? Hammasi pulga taqaladi. Hamma narsani qilib bering demayapman, lekin bolani ehtiyojini eshitib, haqiqatan ham uni ehtiyojini siz eshitayotganingizni, hattoki og'zaki aytganingizda ham bolangiz meni onam tushunyapti yoki odam tushunyapti, eshityapti deb aytadi. Tushunyapsizmi? Chunki o'sha ehtiyojda eng katta tuyg'u bu emotsional holat-da. Aytyapman-ku, emotsional holatimiz bo'sh bo'lsa, обязательно o'sha gadjetlar bilan, telefonlar bilan u to'lishni boshlaydi. Shuning uchun ham Shirinxon har doim, mana hozir murojaatim bizlarning ayollarimizga, yosh ayollarga, yosh katta ayollarni ham aytib o'tish kerak, bolalarga hech qachon o'zingizning avatarkalaringizga qanaqadir murojaatli yoki o'zingizni ichki holatingiz haqidagi bo'lgan ma'lumotni bermang. Biz o'ylaymizki, mana shunchaki qo'yapmiz, eshitadiganlar eshitsin, kimgadir bildirmoqchi bo'lamiz, kimgadir isbotlamoqchi bo'lamiz. Boshqa aslida siz o'sha kiber jinoyatchilarga juda katta ma'lumot berayotganingizni ham unutmang. Sizga shu oddiy hammasida, ya'ni qiynashtirish kerak emas. Qayerdan bildi ekan, nima bo'ldi? Mana biz o'zimiz hamma narsani ochiq kitobdek ko'rsatib beryapmiz. Mana bilib olgin. Rasmingizni qo'ydingizmi bo'ldi. Umuman bu qancha gapirsangiz ham eshitmaydi-da, afsuski, lekin mana bu haqiqat. Mana sizga bilasizmi, hattoki shunaqa bizlarning hazilimiz bor psixologlarning orasida. Bironta mijozingni bilmoqchi bo'lsak, avatarkasiga kirganda shunchaki avatarkasini aylantirib ko'rgin, bo'ldi, psixologik portret tayyor. To'g'ri.
Lekin o'ylashadiki, chunki mana ko'plarda shunaqa narsa borda, ha sizlar psixologlar bilasizlar-da, mana o'tirgan mijozga, siz aslida mana bunaqasiz, bunaqa desangiz, va xuddiki fol ochib bo'ldi, bu zo'r kuchli psixolog ekan deydi. Oddiy narsa. Buning uchun katta bilim kerak emas. Mana sizga sir. Mana sizga sirini ochyapmiz. Ko'p narsa kerak emas. Bitta avatarkangizni ochib ko'rsa psixolog shu psixologik portretingizni biladi. Nima bilan bandsiz, nimadan qiynalyapsiz, kimga xafasiz, nima sizga yetishmayapti, nima bilan qiziqasiz. Bo'ldi, nechta farzandingiz bor, tug'ilgan kuningiz qachon, goroskopingiz chiqadi. Siz tushunyapsizmi? Mana informatsiya. Любой kiber jinoyatchilarni o'sha kompaniyasida kuchli NLP mutaxassislar, psixologlar, klinik psixologlar o'tirishadi. To'g'ri. Farzand opa, mana bugungi kunda yoshlarimiz har xil o'yinlar o'ynashadi-da. Misol, ota-onalar bunga e'tibor bermasligi mumkin. Lekin bizda bugungi chet davlatlarda, Yevropa davlatlarida ko'rib boradigan bo'lsak, aynan ular ko'pchilik jamoa bo'lib o'ynaydigan o'yinlarda kimdir o'sha ko'rinmas noma'lum shaxs bularga topshiriq berib turadi. Ya'ni qanaqa o'ynash haqida yoki bo'lmasam oilasi haqidagi ma'lumotni o'yin davomida o'sha boya aytganingizda dopamin moddalari ajralib chiqayotgan vaqtda kayfiyati juda zo'r bo'lib, oilasi haqidagi ma'lumotlarni, qancha mablag'i borligini yoki qanaqa sharoitda yashayotganligini o'yin davomida bolalarimiz tomonidan bu ma'lumotlar yuborilyapti, afsuski. Lekin bu kelgusida qanaqa og'ir oqibatlarga olib kelishi bo'yicha ota-onalarimizga qanaqa maslahat berasiz? Ularni farzandlari qanaqa o'yin o'ynayotganligiga e'tibor qaratishlari kerakmikin balki? Albatta, bu juda oddiy tavsiyalar aslida. Buni уже necha yildan beri aytib kelyapmiz. Mana bizlarni ichki ishlarimiz ham bu haqida aytib kelishyapti, psixologlar ham ko'p aytyapti. Xuddiki oddiy gap bo'lib qolyapti-da. Bilasizmi, bola 7 yoshgacha, mana bizlarni rivojlanish jarayonimizda bir nechta bosqichlarimiz bor-da. Tug'ilgandan 7 yoshgacha bolani rivojlantiruvchi jarayon ведущая деятельность deb aytamizda. U o'yin. O'yinda bola hamma narsani aytib beradi haqiqatdan ham-da. Mana hattoki psixologlarni ham shunaqa usuli bor. Art terapiya deb aytamiz. O'yinchoqlar orqali, plastilin orqali "Kel sen bilan gulcha yasaymiz" deydi-da, shu orqali hamma informatsiyani olishadi. Bola o'yin paytida bemalol ha bu gulcha tam 5 ta dugonasi bor edi yoki 5 ta bu gulchaning nechta dugonasi bor edi? Siz 5 ta bu oila a'zosi haqidagi gap. Tushunyapsizmi? Ya'ni shu orqali, bu bor bo'lgan narsa yoki bu proyeksiya deymiz, ya'ni proyeksiya orqali hamma ma'lumotni olsa bo'ladi. O'sha paytda o'yin paytida bola rivojlanar ekan, boladan o'yinni olib tashlash. Ya'ni o'sha aytaylik, keling reallikni gapiraylik. Boladan o'sha aytaylik YouTube'da o'tirib o'yin o'ynayaptimi, qanaqa o'yin o'ynayotganini ham ko'rish kerak-da. Tushunyapsizmi? U o'yin uni ham rivojlantirishi ham mumkin. Ya'ni rivojlanma deyolmaymiz ham. Faqat shunchaki birgalikda o'tirib qanaqa o'yin o'ynayotganini ko'raylik. Qanday ma'lumotlar ketyapti u yerda, qanaqa yozishmalar ketyapti. Endi 7 yoshgacha yozishmalar kam, 7 yoshdan boshlanadi o'zi. Lekin 7 yoshdan boshlab bola tushunishni boshlaydi. Eng yaxshi tomoni ham shu yerda. Ya'ni yozishni o'rganadimi 7 yoshdan boshlab, 5-6 yoshdan deylik, hozirgi sadiklarda juda tez o'rgatishyapti. Lekin shu bilan birga bolada oz bo'lsa ham mantiqiy fikrlash boshlanadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni bola tushunmaydi ham deya olmaymiz. To'g'ri. Tushunishi mumkin. Shunchaki ota-ona bola bilan har safar qanaqa ma'lumotlarni berishni doimiy ravishda trenirovka qilishi kerak. Bo'ldi. Hech kimga gapirmaslikni, nima qilishni. Chunki biz ota-onalar 18 yoshgacha bolaning hayotidagi xavfsizlik instruksiyalarini berishimiz shart. Instruksiya по безопасности deymiz-da. Lekin bugungi kunda biz hamma mana chiroyli kiyinishini, yaxshi yeyishiga urg'u beramiz, lekin hayotdagi yashashiga instruktajini unutib qo'yapmiz-da. Telefonda ham xuddi shunaqa. Ya'ni har doim nazorat. Bolangiz qanaqa o'yinlar o'ynayapti, kim bilan muloqot qilyapti, kim bilan o'ynayapti, nimalar haqida gapiryapti. Doim mana shunaqa paytda bilasizmi, qachon bola yashirishni boshlaydi, qachon bola gapirmaslik boshlaydi, agar ota-ona urushib bersa.
Shu yerda shunaqa tavsiya bergan bo'lardimki, ishonchli munosabat qurishga harakat qiling bolangiz bilan. Bugun kuning qanday o'tdi? Kim bilan gaplashding? Rosa qiziqda. Men mana ishxonadaman. Biz faqat ishda o'tirib, kompyuterda o'tiramiz. Bolasini aytib beradi. Bolasi bunaqa qilibdi ekanda. Shunchaki aytib qo'ying, xuddiki siz ham o'zingizni hayotingiz haqida aytib beryapsiz. Endi bolaga ham ayting, "Sani kuning qanaqa o'tdi? Mana o'rtog'ing bilan ko'rishgan, nimalarni gaplashdilaring? Menga aytib ber." Orada bola aytib beradi nima haqida gaplashayotganingizni. Bilasizmi, bitta katta seminar, xalqaro toifadagi bitta ekspert kelgandi O'zbekistonga, uni seminari bo'ldi-da. O'sha seminarda bir qiziq narsani aytdi. Men shu narsa bilan bo'lishmoqchiman. U aytdiki, "Men qachonlardir o'g'lim rosa telefonda ko'p o'tirardi" dedi-da. Biz ajrashayotgan edik. O'sha paytda bolam o'sha telefonga berilib ketdi dedi. Bir kun qarasam, bir kun o'zi psixolog. Aytibdiki, bir kun meni oldimga bitta ayol keldi. Mani bolam gadjetomaniya bilan kasal, yordam bering. Men shunaqa yoshi o'g'lim bilan teng. Hammasi o'g'limdek. Birdaniga menga xuddiki u inson oynadek bo'lib berdi, deyapti-da. Meni o'g'lim вообще-то тоже shunaqa yoshda u nima bilan band degan tushuncha o'zimga keldi, deyapti. Keyin o'ylab qarasam, keyin kuzatishni boshladim. Oldinlari biz ko'p muloqot qilardik, deyapti-da. Keyin qaysidir o'sha ajrashayotgan paytimda o'sha muhit o'zgardi, boshqa bo'ldi. Men e'tibor bermay qo'ydim. Keyin qarasam, bolam ancha yolg'izlanib qolgan ekan. O'sha gadjetlariga berilib ketgan ekan. Lekin u bilan boshqatdan o'sha muloqotni qaytarganimdan keyin kelib bir kun deydi, xonasiga kirdim, shunchaki o'tirdim, kuzatdim. Qani u o'sha o'yinlarida nimalarni gapiryapti, kim bilan gapiryapti, boshqa qilyapti. Qarasam deydi, ingliz tilida bemalol men shuncha urishib berardim. Faqat telefondasan, o'yindasan, anglizcha o'rganmayapsan deb urishib berardim, deyapti-da. Qarasam, ingliz tilida tuppa-tuzuk. Men hech narsani tushunmayman. U ingliz tilida gaplashib o'tiribdi. Qulog'ida naushnik, deyapti-da. Ha, demak bu anglizchani bilar ekan dedim. Keyin nimalar haqida yozishyapti? O'zi o'yin nima haqida desam, исторический o'rin, ya'ni qanaqadir tarix, mana uylar qurish, davlatlarni qurish haqidagi o'yin ekan. Keyin o'zimga yetib keldi, balkim o'sha gadjetlarda ham, boshqalarda ham u darajada ham salbiy narsa yo'qdir. Ya'ni yaxshi tomoni ham bordir demay. Men faqat buni hozir kelib ushmoqchi edim. Mana sen faqat telefonda o'tirasan, o'ynaysan degan paytimda, keyin o'rganib chiqsam, keyin bolam уже aytdim, "Qani aytib berchi, nima bilan qiziqsan, bu o'yin nima haqida?" deganda, o'g'lim mendan so'radi, "Nima, sizga qiziqmi bu narsa?" dedi. "Ha, menga juda qiziq, aytib ber" deganimda ko'zlari yonib menga aytib berishni boshladi. Bu o'yin o'zi nima haqida? Ya'ni ichimda tanqidsiz va o'sha berishsiz u bilan shunchaki qiziqish bilan muloqot qilganimda menga aytib berishni boshladi. Ya'ni men oramizga ishonchni boshqatdan qaytarganimdan keyin, chunki biz uzoqlashib qolgan edik, deyapti-da. Ishonchni qaytarganimdan keyin har safar kechqurun bizlarda shunaqa odat paydo bo'ldi. Kelganimizda, "Qani nima bo'ldi bu? Qani o'yinda bugun sen nima qilding bugun? Nimalarni o'rganding?" Chunki bu o'yin, deyapti-da, har xil shaharlarning bayroqlari, geografiya rivojlanyapti, til rivojlanyapti, tarix rivojlanyapti. Chunki u yerda butun dunyodan, hamma Angliyadan, Shvetsiya, hamma yoqdan odamlar bor ekanda. Mana shu narsani kuzatgandan keyin, u bilan gaplashgandan keyin bildimki, ha, bu o'yin bu bola uchun qiziqarli va foydali bo'layotganini. Lekin shu bilan birga keyin u bilan so'rashib boshladim. "Yana qanaqa o'yinlaring bor? Aytginchi, mana seni fikringcha, senga zarar keltiradigan o'yinlar bormi seni hayotingda? Yoki qaysi biri foydalisi, qaysi biri zararli deb aytgan bo'lardik?" Ya'ni bolaga ozgina o'zini mas'uliyatga chorlash, filtr qilish, fikrlashga. Tushunyapsizmi? Men buning yomon, uning yaxshi deyishga emas. Chunki biz baho berar ekanmiz, bola nima qiladi? Uni shaxsiy chegarasi-ku, qo'riqlashga harakat qiladi, himoya qilishga harakat qiladi. Onam noto'g'ri aytyapti, men yaxshiroq bilaman deydi. Agar biz bolani o'zini chorlaydigan bo'lsak, qani sening fikringcha? Seni fikring menga juda muhim deb gaplashadigan bo'lsak, bola o'zi sekin-sekin, chunki tanqid bo'lmaydi-da o'sha paytda. Onam shunchaki qiziqayapti yoki otam shunchaki qiziqayapti deydi. Shuning uchun ham sizni bolangiz o'smir yoshdan, umuman olganda necha yoshdan bo'lishidan qat'iy nazar, urishish bilan, tanqid bilan emas, balkim qiziqish bildiring uni hayotiga, ishonch bildiring uni hayotiga. Ishonchni biz qanday ko'rsatishimiz mumkin? O'zingiz haqingizda ham aytib bering, bolaga ham qiziq. Avval biz ko'rsatib berishimiz kerak-da, ishonch bildirish qanaqa bo'lishini. Men har doim shu maslahatni beraman.
kelib siz o'zingizdan boshlang. Bilasan, men sendagi 7-sinfda bo'lganimda bizlarda mana bunaqa bo'lardi. Mana bunaqa bo'lardi. Shunchaki aytib bering, kutmas. Bola, onam yoki otam menga ishonyapti, aytib beryapti deydi, u ham sekin gapirishni boshlaydi. Bolangizni atrofida qanaqa do'stlar bor, do'sting kim ekanligini ko'rsatsang, sen kim, ertaga kim bo'lishingni aytib beraman deb bekordan aytishmaydi-da. Покажи, кто твой друг, я скажу, кто ты deb aytishadi-da. Ya'ni o'rganib chiqing, hech qachon tanqid qilmang, hech qachon urishib bermang. Mana bu o'rtog'ing bo'lmaydi. Chunki men bilamadim, mana bizlarning o'zbekchilikda biz yaxshiroq bilamiz deb o'ylaymiz. Endi bu nafaqat o'zbekchilik, o'ylaymanki hamma ota-onalar meni bolam uchun nima yaxshiroq degan so'zlarni yaxshi bilishadi. Bu haqda emasda. Bolaga biz yo'q deyotgan paytimizda, hattoki urishib berayotgan paytimizda ham nima uchun shu narsani qilayotganimizni tushuntirib beraylik. Ona pul bering, men bu yoqqa bormoqchiman. Yo'q, o'tir uyda darsingni qil. Nega yo'q? Nima uchun yo'q? Tushuntirish yo'q. Sen o'zing bilib olgin, qayerdan bilsin? Albatta ehtiyoj paydo bo'ldimi? Gadjetga suyanadi albatta. Ertaga kimdir seni onang tushunmaydi-ya. Senga kompyuterni klubga borishga, u yoqqa borishga ruxsat bermaydi, bo'ldi. Kiber jinoyatchilar уже tayyor bu yerda, o'rganib chiqyapti-da, chunki tushunyapsizmi? Shuning uchun ham ko'p gaplashing. Eng birinchi oson, pulsiz, juda ko'p pul ketmaydigan, qo'limizda oddiy bir shunaqa katta qurolimiz bor bo'lgan narsani bilinglar, olinglar. Kommunikatsiya, muloqot, ishonch. Ko'p gaplashish kerak bola bilan. Farzand opa, boya aytdingiz, haqiqatan ham bolalarni, voyaga yetmagan bolalarni, yoshlarni telefonomaniyadan uzoqroq qilish uchun, ya'ni ularni telefondan bo'sh bo'lgan vaqtlarni foydali mashg'ulotlar bilan band qilish uchun ota-onalarimiz ulardan telefonini birdaniga olib qo'ygani yaxshimi yoki ularni me'yorda ishlatishni o'rgatgani yaxshimi? Qo'shimcha qilib ketaman. Shu haqida ozgina aytib o'tdim, lekin yana bir bor aytaman. Telefonni batamom olib qo'yish bu muammoga yechim emas. Chunki undan battar bo'ladi. Chunki o'sha boya aytdim-ku, emotsional ehtiyoj to'lmayapti. O'sha emotsional ehtiyojni to'ldirish uchun bu telefonni olib qo'ydim, muammo hal bo'ldi degani emas, yo'q. Telefon bugungi kunda kerak. Telefon bo'lmasa kompyuter bor, kompyuter bo'lmasa televizor bor. Bolada qaramlik shakllanaman desa, xohlagan narsadan shakllanishi mumkin. Tushunyapsizmi? Bu uje mana aytdim-ku boya, yolg'onchi dopaminda, yengil dopamin deb aytamiz, yolg'onchi dopamin deb aytamiz. Miya bunga ehtiyoji uje bu bo'ldi. Gap telefonni o'zida ham emas. U telefonni olib qo'ysangiz, u televizorda ham shunaqa o'tiraveradi, kerak bo'lsa agarda. Bu yerda shunchaki bola bilan birgalikda sifatli vaqt o'tkazishi. Mana kelishib olamiz. Kuniga 5 marta telefon ishlatamiz sen bilan. Mana 10 dan 11 gacha, 3 dan 4 gacha taqsimlab oling. Uni orasida nimalar bo'lishini ham kelishib oling. Tushunyapsizmi? Masalan, men o'zimni misolimda aytaman. Mana oddiy misol. Meni ham bolalarim gadjetlarda o'tirishadi. Meni ham kichkina qizim bor, u 8 yosh. Keladi, u kuni bilan u maktabda. Telefoni yo'q unda, telefon bermaymiz. Lekin televizori bor, boshqasi bor. Men kelgan paytimda telefoningiz mumkinmi deb aytadi. Shuni qanimada aytaman, o'tga birgalikda vaqt belgilaymiz. Qanchaga telefon olyapsan demadi, ko'ziga qarab. Naskолько тебе telefon deb so'rayman. O'ylaydi, 20 minut dedi. 20 minut kelishdik. Joyida o'zi bilan birgalikda davay budilnik qo'yamiz. 20 minutlik budilnik qo'yaman. O'sha o'ynaydi, o'yinlarni ham o'ynaydi, YouTube'da ham kontent ko'radi, lekin men ko'rib turaman, qanaqa kontent ko'ryapti, u kontentni nimalarni o'rganyapti. U yaxshi ko'radigan narsalari bor, okey, u psixikasiga normal, men aytaman, bu mumkin deyman. Yana o'zi bilan birgalikda kelishib olamiz. Bu kichkinaligidan shunaqa. Ya'ni men kelishuv qilganman, doimiy ravishda. Mana bu senga yaxshi ta'sir qiladi, qizim. Bunisi bu yaxshi emas. Bo'lgan 1-2 marta yomon narsalarni ham ko'rgan. Ya'ni uni psixikasiga yomon ta'sir qilgan narsalarni ham ko'rganman. O'tirib o'zi bilan aytganman-da, mana qara, sen hozir mana qilsa, o'sha ko'rdingmi, asabiysan, nastroyeniyaga ta'sir qilyapti. Mana bu narsa. Ya'ni tushuntirib berganman. Sen menga qiziqsan, men seni hurmat qilaman, urishib bermayman, lekin sen bilan tushuntirib beraman senga degan narsani berdim-da unga. Hozirgi kunda o'tirib u bilan suhbatlashamiz. Avvalambor shunaqa o'tirib olamanki, uni ko'zi men bilan bitta teng bo'lishi uchun, ya'ni tepadan emas. Tepadan pastga qaraydigan bo'lsak, bolani bu har doim tanqid.
tanqid pozitsiyasi hisoblanadi. Shuning uchun ham siz bolangiz bilan ishonchli munosabat qurmoqchi bo'lsangiz, bolangiz sizni eshitishni istasangiz, har doim uni ko'zi sizni ko'zingiz bilan bitta urovenda bo'lishiga harakat qiling. O'tirib olasizmi? Ko'ziga qarab gapiring doimda. Ya'ni mana bunaqa tushuntirish kerak. Bolaga tushuntirish kerak. Tushunadimi, tushunmaydimi farqi yo'q. Muhimi u siz unga ishonch bildirib, u bilan muloqot qilayotganingiz esida qoladi. Psixikaga shu kerakda. Ya'ni chunki bizga inson sifatida bizni hurmat qilishimiz bizlarning yoshligimizdan bu juda o'ta muhimda. Biz men konsepsiyamiz, men kimman degan tushunchamizga bu juda o'ta muhim. Bu уже 3 yoshdan boshlab shakllanadi. Ya'ni hurmat hammamizga kerak. Shunday ekan, tushuntiribda ko'rish, ya'ni mana shunaqa kelishuv. Mana yo'q degani emas. Ya'ni men senga batamom yo'q demayapman. Men shunchaki kelishuv qilamiz. Men seni hurmat qilyapman, sen meni hurmat qilyapsan, biz kelishyapmiz degan. Kelishuv bo'lgandan keyin, undan keyin nima qilamiz? Kuniga reja tuzing. Masalan, yana albatta men yana o'sha o'zimning misolimda aytyapman. O'zimning mijozlarimga ham xuddi shunaqa tavsiya beraman doim. Plastilin. Davay plastilindan bugun sen nima yasaysan? Davay musobaqa qilamiz. Men 3 ta tam aytaylik gulcha yasayman, sen ham yasaysan. Kimniki zo'r chiqsa, mukofoti bor. Nima istayapsan mukofotga? Конечно, pul emas, boshqa emas. Masalan, morоженныйmi, boshqasi o'ynaydi bolalar, ishoning-da, o'ynaydi. Ya'ni mana shunaqa kelishuv. Plastilindan keyin rasm chizish, rasm chizishdan keyin yana bitta. No, обязательно mukofotli bo'lsin. Chunki уже gadjetlarga o'rganib bo'lgan bolaga doim mukofot kerak. Dopamin sistemasiga doim mukofotcha kerak-da. Tushunyapsizmi? Уже o'rganib qolgan. Unga o'rgatib qo'y, mayli bo'lsin. Nima qilamiz endi? Ya'ni уже bo'lgan narsaga yo'q, unaqa qilmang desam yolg'on bo'ladi-da. Biz уже real narsalarni gapirishimiz kerak-da. Kattalari bilan masalan, men seni telefoningga tanqid yo'q demayapman. Ya'ni davay kelisha olamiz, cheklov qilamiz. O'sha bo'sh qolgan paytlarda qanday vaqt o'tkazish mumkin? Опять-таки o'sha dopaminniy sistemasiga masalan oilaviy mafiya o'yinlari bor, monopoliya o'yinlari bor. Chunki biz mana sport deb aytyapmiz-ku, sport bizlarni jismoniy tomondan rivojlantiradi, bolani. U jismonan qiladi, lekin miyasi tezroq borib telefon o'ynasam deydi-da. O'shanaqa paytda uni miyasi uchun ham dopamin bera oladigan qanaqadir miya bilan ishlaydigan narsalar bo'lsin. Aytaylik, mana bizni oilamizda bir marta bizlar shu narsani kiritdik, crosswordlar bo'lardi, esingizda bo'lsa. Bir turmush o'rtog'im crossword olib kelib qo'ydilar. Shunaqa qiziq bo'ldi, bilasizmi? Hammamiz o'tirib, chunki meni o'zimda 2 ta o'smirim bor-da, 17-16 yoshda oilaviy o'tirib crosswordni yechdik. Men xursand bo'ldim, ochiq aytaman. Sizga xursand bo'ldim, bor ekan-ku haqiqatda. Keyin domino sotib oldik. Domino o'ynashni boshladik. Bo'lsin 5 minut bo'lsin, 10 minut bo'lsin, lekin bu foydali odatlar-da. Уже mana shu 5 minutda telefon yo'q. Ertaga u 10 minut bo'ladi, telefon yo'q. Ertaga bundoq bo'ladi. Mayli, bering, 5000 so'm bering. Katta pullarga o'rgatish kerak emas bolalarga. Bugun kim yutsa agar 5000 mendan. 5000 u ham mana shunaqa bo'lsa ham, chunki motivatsiya kerak bugungi bolalarda-da. Chunki ular bugungi kunda boshqalarga qarab ko'radi deb bunisida bu bor, bittasida cho'ntagida puli bor, ikkinchisini cho'ntagida puli bor, lekin katta pulga o'rgatib qo'ymasa ham pul bo'lishi kerak. Chunki pul bolaga xotirjamlik hissiyotini beradi, xuddiki moliyaviy bir qanaqadir stabilizatsiyani beradi-da. Shu bilan birga moliyaviy savodxonlik degan tushuncha bor-da. O'sha 5000 bo'ladimi, 10000 degan pulini ham to'g'ri taqsimlashni o'rganishni boshlaydi. 18 yoshga kirsang senga pul beraman deb aytmaymiz-ku, to'g'rimi? Lekin bu pul bilan pulni to'g'ri boshqarishni ham kichkinalikdan o'rgatish mumkin. Xuddi shunday vaqtni taqsimlashda. Ya'ni davaychi hammamiz o'tirib vaqtni taqsimlaymiz. Mana men bugungi kunda kunim mana bunaqa o'tadi. Senikichi qizim, senikichi o'g'lim o'yin tariqasida qiling. Chunki o'yinda siz aytdingiz-ku, mana o'yinda hamma informatsiyani bilib olishadi. Aytgancha shuni ham aytib o'tmoqchimanki, doimiy ravishda bolalaringizga ochiq, oydin aytib bering. Ya'ni kiber jinoyatchilarni qanday ular harakat tutadi, har bitta aytilgan gap nimaga olib kelishini bola o'z-o'zidan bila olmaydi. Baqirib chaqirib emas, siz ham aytib bering. Ertak aytib berayotgandek har kuni. Eng zo'r ishlaydigan tavsiyam
ana bitta bola bor edi-da, qo'shnimni bolasi. Eng zo'r narsa, bitta dugonamni o'g'lim ham bunaqa bo'pti ekan. Ya'ni qizim senga aytyapman, kelinim san bolalarda zo'r ishlaydi-da. Ya'ni siz uni tanqid qilmayapsiz. Siz unga aql o'rgatmayapsiz. Chunki eng yomon ko'radigan narsa bolalarda bugungi kunda aql o'rgatsa. Pismadonchini qizi yoki dugonamni o'g'li. Voy dugonamni o'g'lida представляешь? Voy bilasizmi, men bitta dugonamni o'g'lim ham bunaqa bo'pti ekan. Keyin bilsa agar o'sha o'yin qilayotgan paytda mana bunaqa narsalarni so'rabdi ekan. U bilmabdiki, so'raganda mana bunaqa bo'lar ekan, hamma narsani bilib oladi, keyin kartochkasini so'raydi, bunaqa qildi. Mana shunaqa bo'pti ekan deb qo'ying, eshitadi. Menga qara degan narsa bunaqada, bolaga har faqat murojaat qilish sirazu qizil lampochka yoqadi. Hujum. Hujum bo'layotgan paytda endi biz tarbiya qilyapmiz deb o'ylaymizda, lekin har bitta nasihat bola uchun hujum qilayotgani, chunki ota-ona ohangini ham uncha ham nazorat qilmaydi. Menga qara, menga qara. Men senga aytyapman hozir, слушай меня внимательно, deysiz, men har doim aytaman, hech qachon bu so'zlarni ishlatmang, chunki bu qizil lampochkani sirazu yoqadi deyman-da. Xuddiki kimnidir gapirayotgandek gapirib bersangiz eshitadi o'shanda. Chunki qizil lampochkani vazifasi bizlarni himoya qilishda, ong ostida hujum bo'lyapti, o'zingni himoya qil deydi-da. Himoya qilish mexanizmlari avvalambor ignorni yoqadi, ya'ni bo'ldi, miya o'chdi, eshitmaydi. Ikkinchisi bu agressiya. Agressiya ya'ni уже xuddi chunki hujum bo'lyapti, u ham baqirib ketishni boshlaydi yoki chiqib ketadi va hokazo. Shuning uchun ham mumkin emas. Даже hattoki o'sha gadjetlarni olib qo'yish ham menga hujum bo'ldi, meni shaxsiy narsamni olib qo'yishdi, men nima qilishim, men agressiya bildirishim kerak deydi-da. Bola o'zini boshqara olmaydi. Shuning uchun ham bolaga jahl qilib, bu sen hali menga gap qaytardingmi, sen hali menga baqirdingmi degan ishlamaydi. Agressiya ishlamaydi, afsuski. Battar bo'ladi bola. Battar bo'lgandan keyin u o'sha qayerda borib o'sha tinchlanishni, asabiylashganidan borib qo'llab-quvvatlashni ko'chada qidiradi. Istasak, istamasak. Bu hamma tomonlama ishlaydi-da. Shuning uchun har doim siz kattasiz, uni pog'onasiga, uni uroveniga tushishga harakat qilinglar, hurmatli ota-onalar. Menda iroda bor. Men o'zimni boshqara olaman deb demak, har doim o'zingiz bilan suhbat qiling. Chunki ko'p holatlarda bizga bola baqirib tashlaganda biz o'ylaymizki, ha hozir men shunday qo'yib bersam agar o'rganib qoladi-da deydi. Shunchaki ochiqchasiga ayting. Sen o'ylayapsanki, men hozir sen baqirganingga men senga baqira olmaymanmi? Men senga baqira olaman, lekin sen meni farzandimsan. Men tushunyapman, sen hozir jahldasan. Jahl chiqqanda aql ketadi. Aql ketganda odam eshitmaydi. Lekin men senga tushuntiraman. Men ham seni urib, baqirib berishim mumkin, lekin men seni yaxshi ko'raman, seni hurmat qilaman. Sen ham menga shunaqa munosabat qilishingni xohlagan bo'lardim. Talab emas, balkim xohlagan bo'lardim. Samimiy hissiyotlaringizni ayting. Qo'rquvlaringizni ayting. Sizni ham xafa bo'layotganingizni ayting, bola eshitadi. Faqat manipulyatsiya bo'lmasligi kerak albatta, ya'ni aybdorlik hissiyotini uyg'otish orqali emas, balkim men sen bilan biz ikkalamiz bir-birimizni hurmat qilyapmiz, bir-birimiz tengmiz. Chunki bolaning ham konstitutsiyasi bor, bola fikrini bildirish huquqiga ega, bola gapirishga ega degan konstitutsiyamiz ham bor. Shuning uchun hozirgi kunda bu ishlamaydi. Sen kimsan, jim o'tir, ovozingni o'chir degan narsalar bugungi kunda ishlamaydi. Endi zamon talabi shunaqa. Buni ham inobatga olishimiz kerak. Shunday ekan, bolangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazing. Bolangiz kim bilan muloqot qilyapti, qaysi o'yinlarni o'ynayotgani, qanaqa ma'lumotlar u yerda so'ralayotganini bemalol ochiq-oydin so'rang va qo'shnimni o'g'li orqali ayting nima uchun, ya'ni tushuntirib berishda, chunki mana shunaqa bo'pti ekan dedi. Bola eshitadi baribir, ertaga keyin har safar aytaversangiz oladi miyasiga mana bu yerga-da. Albatta instruktaj. Nima mumkin, nima mumkin emas. Ota-ona haqida nimalarni aytish mumkin, pul haqida nimalarni aytish mumkin, o'zi haqidagi nimalar, instruktaj har kun qoida bo'lishi kerak. Oilada qoida. Nimalarni aytilishi mumkin, nima qilinishi mumkin. Esingizda bo'lsa, pedofillarga qarshi shunaqa qoida chiqqandi. Mashinada kelib, "Ke senga konfet beraman" yoki "Ke senga mushukchani ko'rsataman", "Ke senga mana bunaqa narsalarni ko'rsataman" deganlarida bola qanaqa o'zini himoya qilishida, ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan hech kimdan hech narsa olmaslik, hech kimga ishonmaslik, hech kim bilan gapirmaslik bu qoida. Bizlarning qoidamiz bor. Agar kimdir seni onang olib ketishga aytibdi ekan yoki mana buni aytishingni aytgan ekan deganda kodовое слово deymiz. Qanaqa kodli so'z bor?
mana shu kodoviy so'zni aytsa, bu bizlarning oilamizni siri deymizda. Buni hech kimga aytish mumkin. Bola sir saqlashni juda yaxshi biladi, yaxshi ko'radi ham. Chunki ota-onasi bilan qanaqadir umumiy sir bo'lishni xohlaydi-da. Agar shu kod aytilsa, demak bizarnikilar. Demak ishonchli. U so'z aytilmasa, все, demak mumkin emas, chiqmaysan, aytmaysan, bormaysan, ishonmaysan. Bo'ldi. Mana bu instruktorni har kun men qaysidir o'sha bolalarim kichkina bo'lgan paytda har kun takrorlardik. Hattoki eksperiment ham qilardim. Bironta dugonamni, birontasini spesial telefonni berib, "Davay telefon qil, qani nima deydi?" "Oy, men bugun yaxshimisan? Men onang dugonasiman. Bugun sen bilan anaqaga boramiz, parkka boramiz. Onang ruxsat berdi" deb aytguncha, "Qani nima deydi?" deb toki o'sha kodoviy so'zni so'rashni o'rganmaguncha qo'ymadim. Bilasizmi? Bizlarning keyin oilamizda bitta anaqa shior bor. Har kuni ertalab uydan chiqib ketishdan oldin har doim aytaman. Endi rus tilida aytaman, kechirasizlar. Безопасность deyman, men so'rayman bolalarni. Безопасность ular menga javob beradi. Прежде всего. Ana shu bizlarning oilamiz shiori. Ya'ni svetofordan o'tish, sen ogoh bo'lishing kerak, ehtiyot bo'lishing kerak. Kimdir bilan gaplashayotganda ehtiyot bo'lishing kerak. Ya'ni безопасность, bu o'zini o'zi asrash haqida-da. To'g'ri. Ishlaydi. Meni oilamda ishladimi, boshqalarda ham ishlaydi va ishoning, bu maqtanish ham emas. Meni bolalarimda ham salbiy narsalar juda ko'p bo'lgan. Har xil narsalar bo'ladi. Biz shunaqa qilib o'rganamiz. Tajribamiz ham shunaqa oshadi. Shuning uchun ham hurmatli ota-onalar, agar bugungi kunda sizni farzandingizda gadjetmaniya kuzatilayotgan bo'lsa, qanaqadir salbiy narsalar kuzatilayotgan bo'lsa, yig'lamang, urishmang, janjal qilmang. Shunchaki hamma fikringizni jalb qilib turmush o'rtog'ingiz bilan o'tiring. Mana shuni biz qanday qilib o'zgartirishimiz mumkin deb tan olib, avvalambor o'zgartirishga harakat qiling. Mutaxassislar bugungi kunda ko'p. Albatta psixologga borish kerak, yo'qqa borish kerak emas. Bugungi kunda hattoki ijtimoiy tarmoqlarda sizga kerakli ma'lumot desangiz ko'p chiqadi. Siz ham to'g'ri foydalaning o'sha ijtimoiy tarmoqlardan. O'zingiz to'g'ri foydalanishni o'rganar ekansiz, albatta farzandingizga ham shu narsani o'rgatasiz. Shirinxon, bilasizmi, bugungi kunda aktual bitta gapi bor-da, bu raqamli savodxonlik. Mana biz moliyaviy savodxonlik aytamiz, boshqa deymiz, lekin shuni ham men aytgan bo'lardim, raqamli savodxonlik o'ta muhim bugungi kunda. Bolalarga o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, internetda qaysi ma'lumotlar bilan bo'lishish mumkin, qaysi ma'lumotlar bilan bo'lishish mumkin emasligini faqat ota-ona biladi. Buni ignor qilish mumkin emas. Hurmatli ota-onalar, ogoh bo'linglar, chunki farzand sizga ishonadi. O'qituvchisiga emas, ustoziga emas, hech kimga emas, faqat sizga. Buni bilasizmi, aytayotgan paytingizda ham ohangingizga ham ahamiyat bering. Ishonchli ohang bo'lsin, g'amxo'rlik bo'lsin. Onam, otam menga g'amxo'rlik qilyapti, meni himoya qilmoqchi degan fikr bo'lsin. Balki meni urishib beryapti, menga nasihat qilyapti degan ohangda emas, deb tushunyapsizmi? Ya'ni ishonchli, g'amxo'rlik orqali bo'lsin. Chunki agar siz bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, raqamli o'sha madaniyat kuchayapti-da. Usiz bo'lmaydi. Mana internetsiz, gadjetlarsiz уже rivojlanish qiyin. Sun'iy intellektlar bo'lyapti, lekin o'sha sun'iy intellektni ham, ijtimoiy tarmoqlarni ham o'zini foydasiga to'g'ri ishlatishni o'rgatish sizni zimmangizda. Agar sizni qo'lingizdan kelmayotgan bo'lsa, siz bolangizda telefonda juda qiziqish yaxshi bo'layotgani, balkim u shu darajada mantiqiy fikrlashi, chunki programmistlar bugungi kunda top. Yo'q deb bo'lmaydi. Bor ekanmi, bo'lmasam kerakli o'qishlarga bering. Qiziqishini qadrsizlantirish orqali emas, balkim foydali rivojlantirish orqali bilishni o'rganing. Eshiting farzandingizni. Chunki shuni aytib o'tish kerak, ayollarimiz va o'smir bolajonlarimiz, o'sha umuman olganda bolajonlarimizni eng katta nozik bir zaif tomoni bu ularning emotsionalligi. Ayol o'ta empatik bo'ladi, o'ta ta'sirchan. Shuning uchun ham ayolga telefon qilib, farzandingiz mana bunaqa bo'lib qoldi, mashinaga shu tez pul jo'nating, tez kartangizdan ayting. Mana bu narsa bo'ldi, ishlaydi. Firibgarlarni, o'sha kiber jinoyatchilarning eng birinchi quroli bilasizmi, bu shoshilinch. Shoshib tez, mana hozir o'layapti, shoshyapti tez. Chunki odam shoshayotgan paytda, o'sha panika bo'layotgan paytda kuchli xavotir o'sadi. O'sha nima deydi, panikani nima deymiz? Vahima. Vahima, ha.
o'sha ular vahimaga urg'u berishadi. Vahima kuchaygan paytda aql ishlamaydi. Tanqidiy fikrlash ishlamaydi. Shunaqa paytda nima qilish kerak? Chuqur nafas olgan holda 10 gacha chuqur nafas olasiz va chunki ular mana shu jinoyatchilarni nima qo'rqitadi? Miya ishlagan paytda vaqt. Ularga o'sha 30 sekund, 1 minut juda katta rol o'ynaydi. Chunki ko'p holatlarda kiber jinoyat ham 1 minut ichida bo'lib o'tadi deyshadi. Shuning uchun ham shunaqa paytda to'xtab turing. Hozir to'xtab turing deydi, o'zingizga vaqt bering. 1 daqiqagacha o'ylab ko'ring. Tak, mani bolam hozir qayerda yoki onam qayerda, erim qayerda? Men qanday qilib yana tekshirishim mumkin? Bilasizmi, miyaga 30 sekund sizni nafas olishingiz, chunki nima uchun nafas oling deymiz? Nafas orqali kislorod yetib beradi. Kislorod, chunki vahima bosgan paytda srazu yurak uradi, kislorod yetib borishi qiyinlashadi o'sha paytda. Nafas olish esa bizlarni tinchlantiradi. Miyada qon aylanishi tiklanadi va anglash keladi. Anglayotgan paytda o'sha vahima emas, aytadi, "Nima uchun men hozir qo'rqib qoldim? Mayli bo'ladigan, 1 minutda hech narsa bo'lmaydi." O'sha biz mantiqiy savollarni berishni boshlaymiz. Siz kimsiz? Qayerdan telefon qilyapsiz? Nimalar bo'lyapti degan gaplarni aytamiz. Shuning uchun buni biz o'sha aytganimdek raqamli savodxonlik deb aytyapmiz. Chuqur nafas olish, shoshmaslik, vahima qilib, ya'ni o'sha shoshmaslikda va mantiqiy fikrlash. Ya'ni bu qachon keladi? Qachonki sizni oilangizda o'zingizga yarasha qoidalar bo'lsa. Aytganimizdek, boya aytib o'tdik, kodli so'zlar, kim qayerda ekanligini bilish, atrof muhitda nimalar bo'lishini, bizda qanchalik bolalarimizni, yaqinlarimizni, atrofdagi insonlar haqida informatsiya bo'lsa, shuncha bizlarda qurol bor degani. Umuman olganda bunday odamlarga kiber jinoyatchilarning ta'siri umuman o'tmaydi ham. To'g'ri. Rahmat. Sog' bo'ling. Ko'rsatuvimiz, podkastimiz juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Juda ko'p ota-onalarimiz, mana teletomoshabinlarimiz, sizni kuzatuvchilaringiz bugungi podkastimizdan juda ko'p o'zlariga kerakli maslahatlarni oldi degan umiddamiz. Sizga e'tiboringiz uchun, bizga ajratgan vaqtingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. Xayrli bo'lsin. Rahmat.